Bo'ldi. Sen necha yildan beri kutamiz? Kimsiz? Maqsad Pul olingan. Yo'q havodagi uy uchun. Kimdan? Man investorlardan olingan. nima bo'lgan taqdirda ham bizga pulni tikib hozir qurish kerak bo'lgan odam kerak. Qurolmasa yig'ishtirsin, bu yerda kashasini ertagini o'z ko'chaga aytadi. Aka 4 yil o'tdi. Odamlarning asabi shuning uchun tugagan. Siz nima haqqingiz bor? Men uyimni 25-yil sotishga. Hayotda bitta xonadonni sotganim yo'q. Kasha. Bitta ikkita uy sotgan joy bor. Kasha. Ana shuni ko'tarib taqdim qilaman. Hamma kelar, hamma muhokama qiladi. Hozir 2090 gaplashib olmaydi. Kelgancha bironta norozi bo'lib chiqayotgandimi? Yo chiqayotgandimi? Bu videoni o'tdi, shuni kasha ko'rsatadimi yoki past shuni ko'rsatadimi? Bo'ldi. Butun shuncha xalq jabr ko'rish kerakmi bu ahmoqlar dastida? Prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atganidan keyin 14-qavatgacha sotilgan binoning qurilishi 3-qavatga yetganida sudning buzish haqidagi qarori chiqqanidan 2 kun o'tib eski ta'sischi begona direktorga kompaniyaning 100% ulushini sotib ketmoqda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Elparvar va men Behruz Kasimov. Bizga Rossiyadan ham, O'zbekistondan ham, Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli va Suqrot ko'chalari kesishmasida qurilayotgan Best Building Company obyektidan uy olgan fuqarolar murojaat qildi. Murojaatlarning mazmuni juda og'ir. Uyimiz bir necha kishiga sotilgan, pulni berganmiz, lekin uy topshirilmadi. Va'da qilingan muddat o'tib ketgan. Qurilish hujjatlarida muammolar bor degan murojaatlar bilan bizga aloqaga chiqishdi. 2019-yildan beri pashi 7 yil bo'ldi. Mana shu investorlar pul tikib kelganiga. O'sha bularni lafzi bo'yicha bor, dogovor, qog'oz gapirasiz, yurisiz-ku. 31-dekabr 2022-yilgacha hammasi bitish kerak edi, 5 kompleks. Aka 4 yil o'tdi. Odamlarning asabi shuning uchun tugagan. Siz nima haqqingiz bor? Men uyimni 25-yil sotishga. Hayotda bitta xonadonni sotganim yo'q. Men hozir bitta problemam 65 ta deb sotgan uyi 55 ta bo'lib turgandan achig'im kelib turibdi. Yana 7 yil kutib turib 55 ta qilib beryapti. 10 kvadrat metrim yo'q. Kvadrat tushib ketyapti. 65 taga pul to'laganman, 55 ta bo'lib chiqyapti. Shundan keyin biz obyekt joylashgan hududga bordik. Sud hujjatlari, prokuratura materiallari, iqtisodiy sud qarorlari, ichki hujjatlar va fuqarolar qo'lidagi shartnomalar bilan tanishib chiqdik va surishtiruv davomida juda jiddiy holatlarni guvohi bo'ldik. Avvalo boshidan boshlaymiz. 2019-yil 7-fevral kuni Toshkent shahar hokimining qarori bilan Best Building Company MCHga Shota Rustaveli ko'chasidan yirik ko'p qavatli turar joy majmuasi qurish uchun yer ajratiladi. Shundan keyin loyiha boshlanadi. Yuzlab fuqarolar uy oladi, pul tikadi, eski uyini topshiradi, kelajagini shu loyihaga bog'laydi. Ammo bugunga kelib qo'limizdagi rasmiy hujjatlar bu loyiha atrofida juda og'ir qonuniy muammolarni ko'rsatmoqda. Diqqat qiling. Birinchisi, investorlarni jalb qilish va ular bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha qonun talablari buzilgani haqidagi holat. Prezidentning 47-32-sonli qaroriga ko'ra ulushdorlar bilan tuziladigan shartnomalar qat'iy tartibda rasmiylashtirilishi, hisobga qo'yilishi, investor pullari alohida bank hisob raqamiga jamlanishi va maqsadli ishlatilishi kerak edi. Ammo bugun 400 ga yaqin fuqaro qo'lidagi ayrim shartnomalarning qonuniyligi, kuchga kirgan-kirmagani, yuridik kuchga egaligi bo'yicha savollar paydo bo'lmoqda. Endi hozir shu 4 yil ichida biz hammamiz umidga pul berganmiz. O'zbekistonda o'sha so'm pul, u naqd bo'ladi, boshqa bo'ladi, bir xil qiymatga ega. To'g'rimi? Kusherbayev ham har kun gapiryapti. O'sha paytda borib biz pul berganimizda hech kim xayoliga kelmagan. 2026-yilda naqd biznes. Biz o'zimiz pulimizni berganmiz, bo'ldi. Ikkinchisi, o'nlab milliard pullar naqd shaklda olingani haqidagi holatlar. Holbuki qonunda ham, shartnomalarda ham investor mablag'lari bank hisob raqamiga o'tkazilishi kerakligi ko'rsatilgan. Ammo bugun naqd pullar olingani, ayrim pullar kassaga kiritilmagani, bankka tushirilmagani, rasmiy hisobda aks etmagani haqidagi holatlar yuzaga chiqmoqda. Va shu o'rinda juda katta savol tug'iladi. Yuzlab investorlarning puli qayerga ketgan? Biz bu savollarga keyingi videolarda hujjatlar asosida javob beramiz. Uchinchisi, ko'p qavatli uy yuzlab investorlar mablag'i hisobiga to'liqsiz hujjatlar bilan qurilgan. Rasmiy sud hujjatlariga ko'ra qurilish inspeksiyadan ro'yxatdan o'tmasdan qurilish ishlari amalga oshirilgan. Loyiha hujjatlaridan chetga chiqilgan.
qurilish uchun zarur ruxsatlar olinmagan. Vakolatli organlarning ogohlantirishiga qaramasdan qurilish davom ettirilgan. Natijada esa oddiy fuqarolarning milliardlab pullari xavf ostiga qo'yilgan. Bugungi kunda esa ayrim bloklar bo'yicha sudning buzish haqidagi hal qiluvchi qarori chiqqan. 4-si, kompaniya hisob raqamidan milliardlab mablag'lar boshqa firmalarga moliyaviy yordam sifatida chiqarib yuborilgan. Va ana shu mablag'larning ko'p qismi qaytmagani bo'yicha ham ma'lumotlar yuzaga chiqmoqda. Bugun bu holatlar hujjatli taftish va tergov doirasida o'rganilmoqda. 5-si, bir xonadon bir nechta kishiga sotilgani haqidagi holatlar. Fuqarolar qo'lidagi ayrim shartnomalar va ichki materiallarda qayta sotuv, takroriy shartnomalar, bir uy ustida bir nechta da'vogar paydo bo'lgani haqidagi holatlar ham uchramoqda. Gapiroli. Mana Amrayim, mana Lazzaga 5-etaj 6-poyz, uniki ham noqonuniy sotilgan. Lazzaski Mana Baharoyi 6-poyz, 7-etajdagi zo'ravonlik bilan sotmoqchi bo'lgan, ustiga mana Jahon aka kelib qo'ygan. Jahon aka to'g'rimi? Nodirda uyini shunaqamidi? Zo'ravonlik. Zo'ravonlik bilan sotilishi. Mana aka xalqi ber Nodir uyi. Xabaring bormi? Sanikini ham Siz chiqqani uchun xalqi berdi. Maniki 26-yil agar shu odam pul topshirgan 12-fevral kuni sud orqali yutib oldi. Yuqorida sanab o'tilgan holatlar yuzaga chiqib, prokuratura jinoyat ishi qo'zg'atganidan keyin 14-qavatgacha sotilgan binoning qurilishi 3-qavatga yetganida sudning buzish haqidagi qarori chiqqanidan 2 kun o'tib, eski ta'sischi begona direktorga kompaniyaning 100% ulushini sotib ketmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. O'nlab milliardlik boy kompaniyani begona odamga sovg'a qilgan bo'larmidingiz? Abdurauf aka, siz ta'sischi bo'lgan 2024-yil 3-apreldan ta'sischi bo'lib o'tganingizdan siz topshirgan 2025-31-iyulgacha bo'lgan holatda aytaman. Fakt bilan, men yuristman. 40 ta odamdan mana har bir etajda 13, 14, 11-etajlar mana shu imенно bu blok bo'yicha 28 milliardga baholagansizlar qurishdi. Nalichi 17 milliard 114 million so'm pul olingan. Yo'q, havodagi uy uchun. Kimdan? Men investorlardan olingan. Men bir minut gapirib qo'yay. Va bugungi kunda eski va yangi ta'sischilar o'rtasida katta ziddiyat mavjud. Afsuski, bu ziddiyatning eng katta qurboni mana bu siz ko'rib turgan investorlar bo'lib, har kun shunaqa janjal to'polon. Bo'ldi. Necha yildan beri kutamiz, kimsiz? Bizga maqsad nima bo'lgan taqdirda ham bizga pulni tikib, hozir qurish kerak bo'lgan odam kerak. Voy, bu video olyapti, tushuningmi? Kasha ko'rsatadimi, pasportni ko'rsatadimi? Bo'ldi. Hamma bitta ariza, kim qursa o'sha kelsa qo'ydi. Qo'ydi, kim qursa o'sha kelsa. Voy, bo'ldi endi sen. Qurolmasa yig'ishtirsin, bu yerda kashasini ertagini bosib ko'chaga aytadi. Bugun esa yana bir qiziq savol. Ta'sischilar aslida nimani talashmoqda? Eski ta'sischilar naqd bergan pullaringiz tal olinadi deyapti. Lekin savol, qonun bunga nima deydi? Agar qonunda va shartnomada bank orqali to'lov qilish tartibi belgilangan bo'lsa, naqd pullarning yuridik taqdiri qanday bo'ladi? Yangi ta'sischilar esa boshqa savolni qo'ymoqda. Uylar baribir qurib beriladi, lekin ular naqd pullar inkor qilinmaydi. Ammo ular haqiqatdan ham maqsadli ishlatilganmi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Va bugunning eng xavfli savoli. Agar jamiyatning soliq qarzlari, kreditorliklari, noqonuniy moliyaviy operatsiyalar ortib ketsa, bu loyiha oxir oqibat bankrotlik xavfiga borib qolmaydimi? Agar shunday bo'lsa, eng katta zarar yana oddiy xalqqa tushadimi? Biz hech kimni ayblamaymiz. Aybdor yoki aybsiz ekaniga baho berish tergov va sud vakolatida. Biz esa qo'limizdagi hujjatlar asosida faqat savollarni qo'yamiz. Oddiy fuqarolarning pullari qayerga ketdi? Nega qonun talablari bajarilmadi? Nega yuzlab odamlarning taqdiri xavf ostiga qo'yildi? Biz ushbu loyiha bo'yicha aniqlanayotgan holatlarni keyingi videolarda birma-bir ochib beramiz. Bizni aynan keyingi videomiz investorlar qo'lidagi shartnomalar qonuniymi? Prezidentning 47-32-sonli qaroriga nima deyilgan? Nega bank orqali to'lov qilish sharti qo'yilgan? Naqd berilgan pullarning huquqiy taqdiri nima bo'ladi? Va eng muhimi, fuqarolar qo'lidagi shartnomalar haqiqatdan ham yuridik kuchga egami? Hujjatlar asosida gaplashamiz.
keyingi videoni kuting.